Hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Do'stlar, MOSFET programmasidan qanday qilib to'g'ri ro'yxatdan o'tishni ko'rsatmoqchiman. Bo'lmasa videoni boshlaymiz. Programmaga kirib olamiz. Programma kerak bo'lsa, Telegram kanalimiz linkini qoldiraman kommentariyada. O'tib yuklab olsanglar bo'ladi. Xo'p, kirganimizdan keyin bu yerda mana yuqorida ro'yxatdan o'tish bo'limi bor. Xo'p, bu X bosib chiqib ketamiz. Mana bu yerda ro'yxatdan o'tish ustiga bosamiz. Xo'p, bosganimizdan keyin bizga 4 xil usulda ro'yxatdan o'tishimiz mumkin. Bir bosishda telefon, email yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali ro'yxatdan o'tishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda sizlarga maslahatim telefon nomerimiz orqali ro'yxatdan o'tganimiz ma'qul. Xo'p, bu yerga telefon raqamimizni yozamiz. Har kim o'zi ishlatadigan, ishlab turgan telefon raqamini yozadi. Xo'p, pastida valyutani tanlasangiz bo'ladi. Boshqa valyutalarda mana har xil hamma davlatning valyutalari bor bu yerda. Xohlaganingizni tanlasanglar bo'ladi. Keyin bu yerda bonusni tanlaysizlar. Mana 50 million so'mgacha bonus olishinglar mumkin. Bu yerda kazino uchun yoki sport o'yinlari uchun olsanglar bo'ladi. Xohlaganingizni tanlaysizlar. Albatta, bu bonusni olish uchun bu yerga promokod yozish kerak. Xo'p, katta harflarda Sarvar 777 promokodini yozib qoldirsanglar bo'ladi. Bu yerda bonusni olish uchun albatta ushbu promokodni yozib ketinglar. Mana bu yerda qo'llashni ustiga bitta bossak, mana qabul qilinadi. Mana qabul qilindi. Promokodni yozgandan keyin pastda o'yinni boshlash ustiga bossak, telefon raqamimizga telefon qilishadi. O'sha telefon raqamni oxirgi 4 ta harfini yozib tasdiqlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, o'yinni boshlash tugmasini bosamiz. Mana ro'yxatdan o'tib oldik. Bu yerda bir bosishda ro'yxatdan o'tsanglar ham bo'ladi. Mana bu bizning loginimiz va parolimiz. Buni saqlab olamiz yoki biron bir bloknotga yozib qo'yamiz. Albatta, akkauntdan chiqib ketsak, mana shu login parol orqali kirishimiz mumkin. Xo'p, bizni avtomatik tarzda hisobni to'ldirishga olib o'tadi. Bunga hali shoshmaymiz. Mana bu yerda menu bo'limiga kiramiz va bu yerda mana shu raqamlarning ustiga bosamiz. Bizni profilimizga olib o'tadi. Bu yerda profilimiz hali tasdiqlanmagan. Bu yerda mana shaxsiy ma'lumotlar bo'limiga kiramiz va ushbu qatorlarni to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda parolni o'zgartirsanglar ham bo'ladi. O'zingizga qulay bo'lgan parolni yozib o'zgartirsanglar bo'ladi. Keyingi bu yerdan chiqamiz. Mana bu sirli savol, sizning javobingiz. Bu bo'limlar shart emas. Xo'p, bu yerga telefon raqamingizlar kiritgan bo'lsanglar chiqib turadi o'zi. Kiritmagan bo'lsanglar shu yerda albatta kiritish kerak. Pul chiqarishda muammo bo'lmasligi uchun albatta telefon raqamingizlarni kiritib tasdiqlab qo'yishinglar kerak. Xo'p, emailni kiritsanglar ham bo'ladi. Keyin pastdagi qatorlarni to'ldirib chiqamiz. Familiyamiz, ismimiz, bu yerda jins, mamlakat. Xo'p, shaharni yozib qo'yamiz. Qaysi shaharda bo'lsangiz, o'sha shahar nomini yozasiz. Xo'p, nickname yozsanglar bo'ladi. Xohlagan nickname yozsanglar bo'ladi.
Masalan, prosta o'zim yozib qo'ydim. O'zinglarga yoqqan nickname'ni yozib qoldirasizlar. Bu yerda tug'ilgan sanani yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ustiga bosamiz. Tug'ilgan yilimizni belgilaymiz. Va qaysi oyda tug'ilgan bo'lsanglar, shuni tanlaysizlar. Xo'p, keyin mana oxirgi qatorga pasportimizdagi JSHR raqamini yozishimiz kerak bo'ladi. Mana pasportimizda pastida raqamlar bo'ladi. Oxirgi ikkita raqamni olib 14 raqamli JSHR raqam bo'ladi. Shuni yozib qoldirasizlar. Xo'p, endi hisob to'ldirish bo'limiga o'tamiz. Bu yerda Humo orqali to'ldirsanglar bo'ladi. Uzcard xohlagan to'lov tizimi mavjud. Xo'p, bu yerda mana Humo orqali kirib ko'rsataman qanday qilib to'ldirishimizni. 10 ming so'mdan 660 million so'mgacha to'ldirishimiz mumkin ekan. Xo'p, eng kamida 10 ming so'm bilan to'ldirishimiz mumkin ekan. Pastda to'ldirish tugmasini bosamiz. Xo'p, yana to'ldirish tugmasini bosamiz. Xo'p, mana bu yerga karta raqamimizni kiritamiz, amal qilish muddatini kiritamiz va karta egasini ismi va to'lash tugmasini bosganimizdan keyin telefon raqamimizga kod boradi. O'sha kodni kiritib o'sha kodni kiritganimizdan keyin hisobimizga pul kelib tushadi. Xuddi shu tarzda hisobni to'ldirsanglar bo'ladi. Bu yerda pul chiqarish bo'limi ham bor. Bu yerda pulni chiqarish uchun albatta shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirmaganman. Shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirib qo'ysanglar muammo bo'lmaydi.